Oy. Mana shu yerda men yerdaga judayam ishlarim ko'payib ketdi-da. Mashina yaxshimikan? Judayam qimmat turadimi mashina? Mayli, mer ishdamikan? Mer. Mer, shu yerdamisan? Albatta, admin janoblari keling. Yaxshi, judayam ajoyib ishni qilib olibsan uyingda. O'tgan safar kelganimda judayam rasvo edi. Uzr, shu safar o'g'irlab qo'ydim. Mayli. Bilasan, men senga o'tgan safar telefonda gapirgandim. Ya'ni bitta ish bor edi. Albatta. O'sha ish yuzasidan keldim. Qanaqa ish edi? Mayli. Mana bu yerdagi judayam qimmat mashinani ko'ryapsanmi? Shu mashinani nima desam bo'ladi? Asrab turish kerak 1 haftaga. Xo'p, mayli. Nima uchun menga ishonyapsiz? Yo, men senga hech qachon ishonmaganman. Men seni qishlog'ingdagi Shahis degan bolaga ishonaman. Shu sababdan Shahisni tez oldimga chaqirsang zo'r bo'lardi. Mayli. Davay tezroq bo'l, mana umuman vaqtim yo'q. Hozir bor, vashsha asablarim buzilib ketyapti. Qisqasi nima bo'lganda ham tezroq bo'l, tushundingmi? Xo'p, mayli, hozir shaxs chaqiraman. Davay tezroq bo'l, mana shu yerda kutib o'tiraman. Yo, вообще там sen tushuntir, tushundingmi? Men hozir ketishim kerak edi. Mayli. Voy, telefon bo'lyaptimi? Telefonim qayerda edi? Voy, akam telefon qilyapti. Mer. Alo, mer, yaxshimisiz? Yaxshi. Senga ish bor. Tezroq kelsa yaxshi bo'lardi. Nima, hozirgina uyquda uyg'ondingmi? Mer, uzr, hozirgina uxlab qolibman, to'g'risini aytsam. Hozir boraman, bet-qo'llarni yuvib, bilasiz, shunaqa ishlarda. Tezroq bor. Judayam zo'r, katta va muhim ish. Xo'p, mayli, mer, boraman. Okey. Akajon, barcha salom do'stlar. Meni ismim Shahis va mening video roligimga xush kelibsizlar. Bolalar, obunachilarni qaranglar. Menga mer tezroq uyga kel, ya'ni merda o'zini ofisi bor, ofisiga kel va senga juda ham zo'r ish bor deyapti. Qiziq, qanaqa ish ekan, lekin ish buyurishidan oldin 1-2 kun ogohlantirib qo'yadi. Shu kuni ish bor va shu kuni men seni chaqiraman deb ogohlantiradi. Bilmadim, qanday qilib qanaqadir ish bo'lsa kerak deb bolalar. Vashshi men juda ham hayronman. O'zim mer telefon qildimi? Albatta mer telefon qilibdi. Mayli, nima bo'lganda ham tezroq merda oldiga borishim kerak. Ertalabdan mayli, nima bo'lganda ham mayli. Tezroq bormasam bo'lmaydi. Tezroq borib, qani merga nima gap, nima so'z bu vashshi hozir ko'ramiz. Voy, bu mashinaga yetib bermayapman bolalar. Yo, bu mashinani juda ham qimmatga o'xshayapti. Assalomu alaykum, mer, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, kel. Mer meni chaqirtiribsiz, boya bilganingizdek. Voy, uzr, men pul olib. Yo, shu pulni olishing kerak. Nimaga bu pulni olishim kerak, tushunmadim. Nima desam bo'ladi, men nimaga, axir oylik hali chiqqani yo'q-ku. Yo. Bu faqat bitta ish uchun. Nima, qanaqa ish uchun? Senga juda mas'uliyatli ish topshirib ketdi admin. Ajoyib adminga qanday qilib ishonchini olgansan, lekin admin menga ishonmasda senga ishonyapti. Nima? Tushunmadim, bola. Nima haqida gapiryapti bu mer? Umuman tushunmayapman. Qisqasi gapni lo'ndasi nima deydi desang ham, mana bu tashqaridagi eng qimmat mashina. Bu Minecraft dunyosidagi eng qimmat mashina hisoblanadi. Ko'ryapsanmi? Ko'ryapman. Bu mashina bilsang agar olmosdan tayyorlangan. Qarang ranglarini. Aytdim, juda ham qimmatdek ko'rinayotdi. Qisqasi nima bo'lganda ham sen shu mashinani himoya qilishing kerak. Nima bo'lganda ham 1 hafta ichida umuman bitta ham chiziq tortilmasligi kerak. Bu juda ham eng katta milliarderlarning o'rtasida auksionga qo'yiladigan mashina. Bilasan, bu mashinani o'zi aslida bu qishloqlarga olib kelmaslik kerak. Bilaman. Bo'lmasa men nima qilayman? Qisqasi sen o'sha aytdim-ku, qani nima bo'lgan senga? Mana bu pulni oldim. Faqat mashinani himoya qilish uchun joy qur. Tushundingmi? Xo'p, mayli mer, bu pul yetortardi lekin. Yo, yetortmaydi. Yetmasa so'ra, men beraman. Davay, bu tez, vaqtim yo'q. Xo'p, mayli. Aytgancha. Nima? Qisqasi yana admin kelar ekan, ko'rgani. Bilasana, ertalab kelar ekan. Xo'p, mayli, bo'lmasa hammasini to'g'rilab qo'yaman. Bo'lmasa hozir mashinani kaltichi. Mashina kalti ichida. Xo'p, mayli mer. Ajoyib bola. Voy, bola, qaranglar mashinani. Oh my god, bola, mashina juda ham zo'r. Bilmadim, bola, menga bu mashina qandaydir yo'qyapti, bola, qaranglar. Vau. Ichkarisini zo'rligini vum asta burib o'tkazishim kerak. Bolalar juda ham asta yuryapti, sababi bu asta yurayotgani sababi
Mana bu yer tuproqmi nimadirligi uchun. Mayli, hozircha bola mana shu yerga turib tursin. Keyin u qaydayman. Uy, bola bu gavlab qolyapti ekan. Bola mana shunday qilib qo'yaman, bola yaxshi. Hop, mayli, bitta suv ichib olsam. Ana endi hozir kompyuterimga borib, nima desam bo'ladi, zakaz qilishim kerak narsalarni. Mayli, mer menga ishonibdi va admin ham ishonibdi. Admin bilan merda ishonchini suiiste'mol qilmaslik kerak bo'ldi. Mayli, nima ham derdim. Bo'lmasa hozir narsalarni zakaz qilib ko'ramiz nima bo'lar ekan. Xo'p, bolalar, mana bizning zakazlarimiz keldi. Mana ko'rishingiz mumkin, zakazlar juda ham ajoyib tarzda turibdi. Juda ham ko'p narsalar zakaz qilingan bloklar va bilasizlar. Nima ham derdim. Hozir mashinani mana bu yerga olib kelib qo'yishim kerak bolalar. Mana esa uydan, ya'ni garajni mana shu yerga qurmoqchiman. Juda ham ajoyib fikrimcha, menimcha zo'r. Tushunmadim. Qishloqlar ko'payib ketibdi. Qishloqlar, nima qilyapsan? Qishloq, nima qilyapsan? Bu mashinada uzoq tur, umuman yaqinlashma. Tushunmadim. Nima qilyapsan sen? Kerak bo'lsa yaqinlashaman, tushundingmi? Yo, unaqa qilma. Bu juda ham qimmat. Voy. Sen nima qilib qo'yding? Men hech nima qilmadim. Bu prosta hozir hushidan ketdi, yana qaytib keladi. Qo'rqma, Minecraftga bu. Baribir ham sen qanaqa qishloqni o'rdingmi? Bitta mashina uchida. Bu juda ham qimmat mashina. Menga admin ishonib ketgan, tushundingmi? Yo, baribir ham. Hali ko'rasan, biz ham haydab ko'ramiz bu mashinani. Yo'q, haydash umuman mumkin emas. Faqat buni men haydashim mumkin. Nima deganing? Hozir ber bilan gaplashaman. Xohlasang gaplash. Hozir qulflab qo'yadi bolalar. Qulflab mana shunday mana bu yerdan bitta qulflab qo'yamiz. Bunday qilib qo'yamiz. Qaysidir sen qara ko'rsatib qo'yaman. Xo'p, hech nima qilib qo'ymaganmisizlar? Qaralaring lekin. Bo'l obunachilar buni qaranglar, ma pashi bu mashinaga yopishib, hech qaysiga yopishma, tushundilaringmi? Bo'lmasa ko'rsatib qo'yaman hammangga. Bolalar, har ehtimolga qarshi yo pistolet olsam, yo nima qilaman bolalar. Bo'lmasa qurishni boshlaymiz. Mana de Shahi, sen adminning ishonchini oqlading. Katta rahmat. Admin menga juda ham yaxshi gaplar gapirdi. Sababi sen bizning qishlog'imizda borliging uchun va sen nima desam bo'ladi, zo'r bolaliging uchun. Ya'ni sen o'ziga aytmasligi mumkin, lekin menga aytdi. Voy, katta rahmat. Bola obunachilar buni qaranglar, meni admin juda ham merga maqtab ketibdi. Bu degani bola nima degani? Bu degani bola oylik oshishi mumkin, bola menga juda ham ko'p pul berishi mumkin. Nima deyapsan? Yo'q, hech nima, prosta obunachilarimga maqtanyapman. Chunki meni nima desam bo'ladi, mer va admin maqtamoqda. Hamma qishloqlar ham bunaqa maqtovga sazovor emas, to'g'rimi? Albatta. Bilsak agar senga admin mashina olib bermoqchi, senga BMW yoki Merc qaysi yoqadi? Yo, bu juda ham qiyin tanlov bolalar. Bolalar, sizlarga qaysi mashina yoqadi? Misol uchun menga bilmadim bolalar. Qani ko'pchilik kimga qaysi mashina yoqsa, o'sha mashinani olamiz. Siz buni kommentariyada yozib qoldiringlar bolalar. Mayli. Mashina olmaysanmi? Yo, olaman. Agarda obunachilarim qani yozsinchi ko'rsaman. Aytgancha men hozir shunday mana bu himoya qilgan uyimni ko'rsatayda, shu garajni to'g'rirog'i nima bo'lganda ham. Xo'pmi, mer? Mayli, boraver. Okay. Bola, mana qaranglar, ko'rishingiz mumkin, juda ham zo'r uyni qurganman bolalar. Qo'limdan kelgancha bola hozir men bunday qilib tepadan chiqib ko'rsataman sizlarga. Okay. Mana bola juda ham ajoyib. Mana yaxshi. Bo'lmasa bola hozir bunday qilamiz-da. Bunday qilib, qilib tushamiz-da. Yaxshi. Xo'p, qishloqlar kirolmayapsizlarmi? Mana mashinani haydash orzuyim edi. Sen shunchalik yomon odam ekaning. Nima yomon odam emas, men shunchaki bu adminning buyrug'i. Nima? Admindan qo'rqmaysizlarmi? Adminning gaplari nima sizlar uchun gap emasmi? Nima bo'lganda ham sen xasis ekaning. Xasis emasman, men shunchaki yaxshi odamman. Bolam qaranglar, meni xasis deyishyapti. Voy, juda ham g'alati. Mana bola ko'rishingiz mumkin, mashina juda ham ajoyib turibdi. Juda ham yangi holatda. Xo'p, mana bir ikkita narsalar bor bolalar, har ehtimolga qarshi nimadir bo'lib qolsa yoki bironta programmasi buzilib qolsa, mana bu yerdan programmalaymiz yoki balon teshilib qolsa, bu yerdan balonni almashtiramiz bolalar. Lekin biz haydaganimiz yo'q, demak, turaverib bunaqa buzilmasa kerak, haydalmasa buzilmasa kerak. Men haydamayman. Oy, aytgancha bola bu yerda juda ham narsalar qurganman bolalar. Mana lazer. Oy, to'kilaveryapti, qo'rqib ketdim bolalar. Qisqasi bola bo'lib to'kiradi, mana bilsanglar, mana qaranglar. Biz ko'ryapsizlarmi, to'kiradi va nima desam bo'ladi, mana bu yerda lazerlar bor, lazerlarga tegmaslik kerak. Lazerga tegsa bola bilasizlar, kuydiradi va juda ham yomon voqealar va juda ham yomon oqibatlarga olib keladi. Bolalar, xo'p, kameralarni men tekshirib ko'rsaman sizlarga. Bu kamera shaxs ishlamaydi deydiganlar, ayrimlar shunaqa deydi, bolalar bilaman. Shu sababdan hozir ishlatib ko'rsatib beraman men sizlarga. Xo'p, bu monitorda olamiz-da.
Xo'p, birinchi kameraga o'tamiz. Xo'p, mana qishloqlar hozircha o'tirib, bittasi mana juda ham shokda, juda ham shok holatda va bittasi mana o'rtadagi yig'layotganda adashmasam, mayli. Ikkinchisi bu boyaki adashmasam bu albatta bu yoni. Garajni yoni yaxshi. Xo'p, ana endi uchinchisi garajni orqasi to'g'rirog'i. Okey, xo'p, ana endi to'rtinchisi esa bu meni uyimning yuqoridagi narsa. Okey, bolalar qaranglar, juda ham zo'r lazerlarni qaranglar, juda ham zo'r turibdi bola. Menga juda ham yoqdi bu garaj bola. Aytgancha bola, men bu qo'shnimga rahmat deb qo'yishim kerak, sababi qo'shnimning uyini yonida qurdik, mana birlashtirib, garaj qo'shnimga ozginagina xalaqit bersa ham, qo'shnimga baribir katta rahmat. Qo'shni, uydamisan? Albatta, shahringizdami? Ajoyibmi? Albatta, senga juda ham katta rahmat, sababi sen shu uyingni berding, buni qara, даже men bu oynalaring yopilib qoldi. Mayli chiqsin, yo'q. Bilasan, seni qishloqni qo'llab-quvvatlashmayapti, hammasi yomon ko'ryapti. Lekin men do'sting va qo'shning sifatida men senga juda ham zo'r qo'llab-quvvatlayman va men seni hurmat qilaman. Albatta, men seni ham hurmat qilaman. Bola, sizlarning shunaqa yaqin qishloq do'stlaringiz bormi? Agar bo'lsa, ismini va kimligini kommentariyada yozib qoldiringlar. Mayli, bo'lmasa, qo'shni senga omad va ishlaringga omad. Aytgancha mana bu toka tegib ketma, bilasan, otaveradi. Albatta, bilaman, mayli. Mayli, sog' bo'l. Okey bola, xo'p, mana bu yerdan o'taman deydiganlar bo'lsa, bola, bu juda ham yomon bola. Bu juda ham yomon ideya bola. Ko'ryapsizlar qanday mukammal qilganman. Bu yerdan o'tib bo'lmaydi. Mabodo o'tmoqchi bo'lsa ham mana bu yerdan o'tib, nimadirlar qilmoqchi bo'lsa ham mana bu yer ochilmaydi. Bu yerlardan o'tolmaydi, Men orqasini ham ko'rsataman, adashmasam bola, mana orqada ham juda ham yopiq. Mana kirmoqchi bo'lsa otaveradi. Uy, toklar urib ketyapti bola. Shunaqa texnologiyalarni ko'rganmisiz bola? Durut ko'rdinglar, vashshi toklar uryapti. Buni buzish menimcha qiyin. Buzib bo'lmaydi deyarli. Mayli. Nima ham derdim bolalar, obunachilar. O'sha gap sizlarga BMW yoki Mercedes kommentariyada yozib qoldiringlar. Mayli bolalar, bugun sizlar bilan men yana shahs bo'ldim. Kelasi video rolikgacha ko'rishguncha xayr bola, sog', salomat bo'linglar.